Jadidlar merosini o'rganish va targ'ib etishga hamda Abdulla Qodiriy tavalludining 132 yilligiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Davlat rahbarining 2024-yil 30-maydagi hamda 2024-yil 19-iyuldagi qarorlari ijrosini ta'minlash doirasida o'tkazilgan mazkur tadbirda jadidchilik harakatining tarixiy va ilmiy asoslari, jadidlar merosini bugungi sharoitda o'rganish va talqin qilish masalalari muhokama qilindi. So'zga chiqqanlar Abdulla Qodiriy ijodi va uning o'zbek adabiy tafakkuridagi o'rni, jadidlar faoliyatiga oid yangi arxiv manbalarini o'rganish bo'yicha fikr bildirdilar. Shuningdek, ushbu merosni zamonaviy kino va audiovizual mahsulotlar orqali keng ommaga yetkazish yo'llari bo'yicha takliflarini ilgari surishdi. Shu bilan birga tadbir doirasida jadidlar merosini zamonaviy formatda yoritishga qaratilgan Uyg'ongan satrlar nomli videoroliklar taqdimoti ham o'tkazildi. Tadbirda ishtirok etgan Bahodir Karimov, Xondamir Qodiriy, Bahrom Irzayev kabi adabiyotshunos olimlar, tadqiqotchilar ham Qodiriy ilmiy merosi va uni o'rganish bo'yicha fikrlarini bildirdilar. Tadbir ochiq muloqot shaklida o'tkazilganligi bois ishtirokchilar fikr almashish, savol-javoblar orqali mavzuni kengroq muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar.